Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yana bir navbatdagi mebelimiz ustunlikda jarayonni tugatdik. Bu mebelni Marhamat tumani o'sha Paxtakor, o'sha buyuk maskan bog'ning orqasiga ustunlikka qildik. Joyimiz 244 ga, balandligi ham 244 holatda bo'ldi. O'sh greper, o'sh maloshniy akrillarda bo'lgan, akril materialda. Kafellari mebel ichida 1 metrini 2,5 milliondan verdik. O'sha holatda 6 million 100 ming so'mga mebelimiz tayyor bo'ldi. Mebelning ichida mo'kamiz semisitir yel idishlari bilan andoimli sushilkasi, plyuslar qo'ygan, kafellar bor, sochiladigan turba tashchi, qo'shib soladigan patnusimiz bor. Joyimiz kichkinaligini hisobiga mana shunaqa holatda bo'lgan. Bu yerga bitta g'alanon tagini 2 qanotli eshik qilib qo'yganmiz. Kattaroq tovoq bog'lar tushoradi. Polkasi ham bor ichida. Tepalarda ham polkalari bor. 3-etaj antresollarimiz emas, nasos mexanizmlari qo'yilgan. O'zi ochila oladi. Gaz ichishga joylashgan. Bu devorimizda qiyish joylari ham bor, mana yopib qo'yganmiz. Xo'sh, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda ko'ringan raqamlarga aloqa chiqarasizlar, chiroyli qilib yasab ustunlikka qilib beramiz.